Assalomu alaykum hammaga. Instanderdan kim foydalangan bo'lsa, yaxshi bilasizlar. Bu programma zo'r programma. Instander bu Instagramni analogi. Lekin Instagramda masalan reklamani o'chirish, ko'p funksiyalari yo'q. Reklamani o'chirib bo'lmaydi teginga masalan. Skachovingni o'zidan yo'q. Instanderda o'zida bor edi. Xullas men aytmoqchiman. Instander programmasi, proyekt bu polni yopilibdi, tugabdi. Shuni ma'lum qilib qo'ymoqchiman. Endilikda ishlamas ekan, chunki bilasizlar, Ukraina va Rossiya urushi bo'lyapti. Razraботчик ukrainalik bola. 25-30 yoshlar oraliqdagi bola ekan, o'zim bilan teng. Bu yerda ma'lumotda rasmda yozilishicha u yo'qolib qoldi deb yozilgan. 6 oy oldin deyapti. Endi Instagram o'zini saytiga, o'zining joylariga kirsak, 24-yil yozdan keyin yo'q. 24-yil oktyabr oyida, sentabr-oktyabr oyida armiyaga olib ketishgan urushga Rossiya bilan degan ukrainalik bo'lganiga. Mana shu 25-yilni yozlarida, oktyabr oylaridami u yo'qolib qolgan. Endi yo'qolib qolgan deyilganda, bu yerda 10% yo'qolib qolgan deyilyapti. Endi qolgan 90% o'lgan deyishyapti urushda. Shunga endi o'lgan bo'lsa, programmani olib boradigan, programmani dalishi razrabotka qiladigan odam yo'q. Shunisi eng katta minus bo'lyapti bu yerda. Shu narsani ma'lum qilmoqchimanki, endi Instander programmalar umuman ishlamaydi. Hozir 18 beta versiyasi eng oxirgisi turgan ekan, u ham ishlayotgani yo'q. Bu xabarda xabar berilishicha, ko'rayotgan bo'lsanglar xabarda yaqin bir necha oy deyilgan, bu fevralda chiqqan xabar bo'lsa, даже yanvarda chiqqan bo'lsa, mart, aprel oylarida umuman programma ishlash to'xtaydi degan. O'zi yomon ishlab qolyotdi oxirgi paytda. Programma qotib, obnovlyatsiya qilmayotdi, yangilanish, skachat qilib bo'lmayotdi narsalarini. Oxirgi shu 25-yil analarida, shu 24-yil boshlarida chiqqan programma-da bu eng oxirgisi. Undan keyin bu bilan shug'ullanadigan odam bo'lmagan, hozir ham yo'q. Endi nima deymiz? Press F respekt shu yaratgan programmaga yaxshi ishlab chiqqan, yaxshi ishladi. Mana 20-yildan hisoblasak, 24-yilgacha 4 yil yaxshi xizmat qildi ko'pchilikka deb aytsam bo'ladi. Instander APK faqat o'sha APK telefonlar uchun iOSdan, iPhonedan farqi bor. Nima ham deymiz? Yaxshi, endi yaxshi odamlarni shu urush yo biron narsa yo'qotish yomon narsa, chunki bunaqa razrabochik bunaqa odamlar boshqa bo'lmasligi mumkin. Bu bilan shug'ullanadiganlar yo'q bo'lishi mumkin. Bu yerda endi shu xabar yozilgan bo'lsa, Zidays nickname ostida qilgan bola profili kirib ko'rishinglar bo'ladi. Instagram profili bor. Oxirgi yangiliklar 24-yilni yoz oyida qo'yilgan xabarlar. Undan keyin boshqa narsa yo'q. Mayli, omon bo'linglar.